Bilal aka ham har darlardan bo'shamayaptilar ekan. Film oladi ketdilar, ko'ringlar. Xudo xolasa oxirigacha kuzatsalar videoda hammasini narx-navo ma'lumotlarni chiroylab beramiz. Bunaqa mollar har deb ham uchravermaydi. Soni cheklangan. Ozgina, sozgina. Assalomu alaykum oxunjonuz, kanaling kuzatib turgan aka-ukalar. Kechki dasturlarga noyob hunarchilarni ko'rsatamiz. O'tkazmay tomosha qilsalaring akalar. Lider mollar, nomer 1 hunarchilarning narx-navolarni, ma'lumotlarini berishga harakat qilamiz. Sizlardan so'rab qolamiz. Bir donadan like, kanalga mehmonlar obuna bo'lib qo'ysalaring, akalar hozir sizga shunaqa zo'r mollarni ko'rsataman. Hali nima deydi? Uncha kanalga chiqmagan bunday mollar. Fil mollarni ko'rsataman mana akalar. Xudo xolasa Bilal akamizga yanada ham zo'rlar yetib kelibdi. Bizi turgan joyimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Qatag'on qishlog'idan Bilal akamning xonadonidamiz. Bugungi sanamiz 22-yanvar akalar, takrorlanmas video bo'ladi. Payshanba sanasida 2026-yilda turibmiz akalar. Endi sigir yo'nalishida bu faqat mollarimiz sigir yo'nalishida. Bo'y bastiga o'zlaring bir baho berib, like-da dirsillab tursalaring, Bilal akam o'zlari narxlarni yondirib keling, charchamang. Chiqarib beradilar. Assalomu alaykum obunachilar, charchamasdan kelib oldingizmi? Portlaydimi aka? Bugun xudo xolasa bomba bo'ladi video. Portlaydi. Yangi parkalarimiz kelgan, o'ta zo'rlaridan kelgan xudo xolasa. Zo'r emas aka. Sifatiga qaraganda narxi yengil bo'ladi xudo xolasa. Noyob ekan lekin. Ko'rgan odam noyoblaridan kelgan bugun. Ishqibozman. Orqasini ko'ring. Like'larni bosib qo'llab-quvvatlab qo'ysa, xudo xolasa zo'r-zo'rlardan chiqib turadi. Hali maqtanib qo'yishadi, yashin tapalab o'ynasa bo'ladi. Orqasi 40 sm deyshadi. Mana bo'ladi, shunday desa bo'ladi ekan. Eng qizig'i hali bular bo'zak. Bo'zak ishda turibdi. Hali bo'zak bular. Hali bo'zak akalar, ko'ringlar. Qarang, o'ta noyoblardan. Xudo xolasa narxi ham sifatiga qaraganda yengil bo'ladi. Bo'ldi. Arzon bo'ladi. Qaysilardan boshlaymiz aka? Boshlayveramiz. Birinchisidan davom ettiramiz. Yirik ostlarni ko'rsatib qo'ying mana shularni. Mana qarang. Kelajagi bor ostilarni ko'ryapsizlar mana. Buqog'atayya. Ikkinchisini hozir. Ikkinchisini ko'ringlar mana. Voy. Nima deyapti? Ko'ringlar-chi. Zo'rmi obunachilar? Yoqdimi? Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yinglar. Ha, yechib yurgizib ko'ramiz akalar. Gibrid ustaligidan so'rab obunachilar. Qaysi zotga gibrid? Shuni ham bir ma'lumot o'rnida aytib ketasiz aka obunachilarimiz. Ostini ko'ring. Hozir holat. Gibrid mana. Molni qarang, turishini. Uzunligi hamma yo'g'iga kelgan mollardan xolos. Bo'ldi. Bayavoylarni ko'ring. Karabkasi, suyagi. Xolasa oborib buqa qo'yib qo'yishaveradi. Qani uzunligini aylantiringchi aka. Bo'ldi. Aka, o'tgan safarga chiqardik-ku. Ularga qaraganda bu o'ta bo'lak sotilgan. Lekin xudo xolasa narxi ulardan arzon bo'ladi. Molni ko'ringlar akalar. Molni qarang. Sizdan like-ni bosib qo'ysa, xudo xolasa 10 ta boqish nasib qilsa har bitta obunachi. Hali moling bormi deydi-yu. Ko'rsatsangiz o'zi tan beradiganlar. Ko'rgan odam ishqiboz bo'lib qoladi shu. Xo'p, buni baylaymiz. Xo'p, yakkaga aytasizmi, juplaymizmi Bilal aka? Jupini qo'yib beramiz. Bo'ldi. Buni sherigi ham bor mana. Jup boqsa. Ko'ringlar, akamiz bo'yi bilan teng akamiz. Endi Bilal aka katta mol lekin kichkina ko'rinadi akalar. Shuni hisob qilib qo'yasizlar. Hozir bo'yini o'lchab beramiz. Bo'yiga iloji bo'lsa ustiga kelib ko'rib olasiz. Ustiga kelib ko'rasiz. Molni qarang. Sig'mayapti. Men orqaga yurayinchi ozgina. Ustiga kelib ko'rib olasiz iloji bo'lsa. Molni qarang. Mana. Qalay obunachilar yoqdimi? Oyoqlari, old oyoqlari hamma yo'g'ini bir qator ko'rsatdim. Tuyoqni telefonda qanaqa ko'rinadi? Iloji bo'lsa aytayapman, ustiga kelib ko'rib olasiz. Mana. Tuyoqni stakan tuyoq deyshadi-yu. Mol shunday katta bo'lgandan keyin mana tuyoqlarni ko'ringlar. Yirik bo'ladi-da. Chom-chop buqaning orqasida qolmaydi. Hali multfilmdagi haligi mol bor-ku buqa.
Ashundan bir xil ekan. Bizamshonga o'xshat. Qillarni qara. Kallani ko'ring. Chiroyli qara. Gap yo'q aka. Hali buzak, xudo xolasa. Hali buzuv. Hali buzov. Buzov ichida turib, xudo xolasa. Oborib boqsin, baraka topishadi. Aha. Gap yo'q endi. Bo'yni Bo'yi o'lchab bersangiz. hop. Eng realni bo'lsin, ha? Bo'lsin, realni bo'lsin. Realni bo'lsin. Metrda kelsinlar akalar. Realni yerdan yuqoriga necha taxmin qildingiz mana? Yerdan balandligi 37 ga olishsa, 1.37 santimetr. 37 ga olishsa. Bunisini 35 ga olishsa. Lekin 3 sant agar buni osib qo'ysangiz bari 1.40 ustida, lekin shu turgan holati 1.37 santimetr. Pastga tortilib turibdi. Bu bo'yiq emas. Aytibman, kelib ko'rishsin. Keling, vallo yoqada qolmadi. Ho, karabkalarni qarang bularni. Gap yo'q. Keyingisi Xudo xolasa o'yinga narxi ham yengil. bu keyingisi bo'yi necha aka? Buniki 1.35 ga olishsa. Bu 1.35. Ha, 1.35 ga olishsa. Korpus qarang. Bo'g'oz emas. Yo'q. Lekin bir 10 kuncha bo'libdi, buqa qo'shib qo'yilgan ekan. Bunisi gumon. Qaysi biri? Monosiga. Aha, nargisi. Keyingisi. Bunisi kuyib turibdi. Kuyib turibdi aka. Oborib buqa qo'yib qo'yishaveradi, xolasa. Yaxshi zo'r simitanmi, yaxshi o'tgan qo'yib qo'ysa, xudo xolasa zo'r bo'laveradi. Puli endi aka. O'yincha narxida hamma gap. Bu ming maqtaganingiz bilan Videoda boshida ko'rsatdik-ku, narxini turishibdi-da. bundan pasini qo'ydik-a, bundan pasida o'tgan safari. Xo'p, 27,5 dan olishsa, telefon qilishadi. Ha, telefon qilishadi, charillab gamini qilib beraman. 27 milliondan Keng, meni qarang. Arzon bo'ladi dedimmi? Ikkovini bir yerga olishsa 27 million so'mdan telefon qilishadi, charillab gamini qilib beraman. Yo'q, 27 dan yana pastga bitadi-ya. Telefon qilsa aytibman, magazin emas bey. Telefon qilsa ish bitadi. Bor ekan. Obunachilar pul bo'lsa olib qo'yaman mana. Ko'rindi bilmayman lekin. Kelib ilojisi ko'rib olasiz. Hali behijolat deb yozib berishadi-yu. Behijolat. Lakasa tashab beradilar. Lakasa tashab beradilar akalar. Behijolat. Kelib tepasida 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan ham yaxshi. Ko'rib olaverasizlar, ha? Birontasi bir tepib bir hali qilmaydi. Xulqi ham zo'r hammasi. Eslik-a lekin. Aha. Bu yoqda endi Bu yoqda o'yinga mana 3 tasini bitta qo'yib beramiz. hozir 3 tasini bo'yini o'lchab, keyin ostini ko'rsatamiz akalar sizlarga. O'zi uchosi ham pashti 1-2 santda plus minus qilmas ekan, bo'y basi ham teng ekan. 25 dan 20 gacha ekan. Hop, biri 25 dan 20 gacha. 20 gacha. Aha. Birinchisini ostidan ko'rsatib qo'yaylik. Mana, birinchisini osti. Birinchisi. Tutamni, xoltani ham ko'rasizlar, tutamni. So'skani uchi ham qora. Endi mana bu ikkinchisi. Bunisini qarang. Ikkinchisini ham ostidan. Xoltani ko'rangiz o'rlar. Xolta ham zo'r. Ten noyoblar. Endi uchinchisiga. Buni ham bitta ko'rsatib. Uchinchisining xaltasini ko'ring. Hammasiga dam berak. Gap. Osti o'tadi. Buni ham so'zkalar qora ekan-a. Xolasa 3 tasini bir yerga yengil qo'yib beramiz. Rangi ham toza ekan, ko'ring. Ola qoralari ham kelishgan joyida. Mana. Oyoq qo'llari ham but. Yurishlarida ko'ryapsizlar, oqsaqlish yo'q. Yurishlari ham, holati ham ideal deydi. Bu rossiyskiy akalar. Rossiyskiy. Xo'p, buni o'rtadagi sementalga gibridchilar. Bu ha, rossiyskiy bilan sementalga Chatishgan. Yalla
Xudo xolasa bo'ladigan bo'ldi. O'zi Bilal aka hozir paytda buqaga qo'ysa bo'ladimi? Shu holatiga yo Shu holatga qo'ysa ham bo'ladi. Bo'lmasa baharga chiqib qo'ysa ham bo'ladi. Necha oylardan berasiz aka mana shu uchosini? Taxminan endi. Yashidan o'tgan. Yashni o'tgani? Ha, uchinchisi. Bu mana uchinchisi. Buni ham qarang uzunligini. Buni ham liniyasini ko'rib qo'yasizlar. Suyagi butun. Asosan suyagi butun. Bir rektasini xudo xolasa bir orqa spasi yo'q. Xo'p, molni ko'rsatdik. Narxini aytingchi aka. Xolasa narxi ham yengil. Mana cho'lasini oldim deganga 17 million so'mdan telefon qilishadi, chiraylab berganman qilib beraman. 18 dan desangiz ham birov so'rmaydi. Lekin chiraylab uchosini bitta odam olsa yoki tanlab olsa, hammasini bitta chirayli qilib narxini Chiraylab kelishtirib beraman. Telefon qilishdan ish bitadi, xudo xolasa. Toza 17 dan deyapsizmi? Hozir 17 million so'mdan telefon qilishadi, uchalarni bir yerga olsa 100 ming 200 ming chiraylab qilib beraman. Hozir kamini aytmaysizmi? Keyin 16 million 800 dan berishsin. 202 kami. Ha, Demak 600 600 minus bo'ldi. bo'ldi, 16 million 800 dan. 16 million 800 dan uchalasini bir yerga olsin. Telefon qilishadi, yana hayriga qilib beraman. Tanlashsa-chi. Tanlashsa Monosida pilis bor. O'rtadag'ida filis bor, ha? Ha. Havani kelishi. 17 million 300 ga olishsan ashisini. Ha, kelishda berasiz. Telefon qilishsan ish bitadi. Bitmaydigan ishni o'zi yo'q. Shuncha odam qo'lingizda olib baraka topyaptimi, uni ham chiroyli baraka topadan qilib berasiz. Shvedlarga o'tdik. Shvedlarga qarang. Shvedlar. O'ta noyoblaridan. Rangi toza, tagi oq, tutami yaxshi. Boqsangiz faqat sigir yo'nalishiga boqasiz. Go'shtga mutlaqo bo'lmaydi ular. Go'shtga vo. Echinasda. Go'shtga vo. O'zi kam bo'lib ketdi bunaqa bo'ldi. Mana shuni o'zini qo'yib beramiz. Bo'ylari 1.20. Oq bosh. Aha. Bo'yi 1.20. 1.20. Xudo xolasa narxi ham yengil. Tuyoqni ko'ring mana. Baquvvat. Sekond tuyog'idan. Oyoq qo'lari. Yoshchi? Bu ham shu. Yashidan o'tgan. Yoshni o'tgan, ha? Hali buzuq. Buzuq o'tishdi. Tishini chiqarmagan. Narxi ham yengil, xudo xolasa. Gapiringchi aka. Narxini o'zini olishsan 16 million so'm kami bor. 16 million so'm. Telefon qilishdan kamini qilib beraman. Bo'ldi aka. Endi Mana shu yerda optimal olaman degan obunachilar. Bitta kalla tomonidan ko'rsatib qo'yaman. aka, men yechmasangiz bo'lmaydi. Yechamiz, xudo xolasa. Teknikani yechib ko'rsatib qo'yamiz. Mana akalar hammasi oq tumshuqdan. Ko'ringlar. Birinchisi 2 3 ha, naryoqdan yana ko'rsataman. O'lchab qo'yaveringlar. Mo'kallas. Oq tumshuq shved so'ragan andijonlik akalarimiz juda ko'p lekin. O'shalardan birlarga mana soni nechta? 7 ta ekan bayda. 6 ta. 6 ta pachka ekan o'zi. Xudo xolasa bitta obunachimiz bor. Bo'ylari 1.15 dan 1.10 gacha ekan. Hop, eng kichigi 1.10. Eng balanti 1.15. 1.15. Qo'y kallanchiliklar. Molni ko'ring. Sheru sher. Polvonlar. Qanday yurishlari. Lekin osti zo'r ekan bu. Xudo xolasa. Vaqt zo'rlarida. Akalar, ostini ko'ring buni. Xaltani ko'ring hozirgi holatini. Xalta ham zo'r, yelimi ham oq. Hop, birinchisi buni. Mana. Orasida mana yurgizib ko'rsataveramiz. Rangi o'ta toza ekan. Tagini ko'ring. Tagini oqi. Quloqlarida e'tibor berasizlar. Quloq bilan tumshuqqa ham e'tibor beringlar. Ellasini qarang. Ellas o'zi bir dunyo buni. Like bosmasalar bo'lmaydi. Shunday bolalarda olib kelayotgan, xalqqa yetkazayotgan ekan, sizga rahmat. Shunday yetishtirgan buni egalariga ham ming rahmat aka. Qarang, mana. Birinchisi. Aha. Buni Ikkinchisi. kerak yana. Buni ham suyagi butun ekan buni. Ikkinchisi. Ikkinchisi, uchinchisi, ha? Mana uchinchisi. Hop, 3 ta bo'ldi. To'rtinchisi. To'rtinchisi. Bitta yechilib ketdi.
4-inchisi bu, 5-inchisi. Mana 5-inchisi mana. Aha. 5 ta bo'ldi. Mana bu 6-inchisi. 6-inchisi. Qara. Xudo xolasa narxi ham yengil. Ko'ring buni. Eteynaqanga o'xshaydi. Ha. 6 tasini bir yerga olsa 15 million 500 dan telefon qilishga xayriga mana qilib beraman. 8 dan bo'lmaydimi? Keng, siz ham sizangiz o'lmas. Oldim deganiga 15 million so'mdan telefon qilishadi, xayriga mana qilib beraman. 15 dan yana kam bor. Ey, aytyapman, magazin emas, telefon qilishsa ish bitadi. Bor ekan aka. Keng. 6 ta olaman deysiz, ho kattasi. 7 ta olaman degan obunachilar. Ketdi u ham 15 million so'mdan. Tozaga? Tozaga ketdi. Bor ekan. Boqsin, maza qilsin. Pachkani buzmay olsalar, mana 7 tasini jazman xaridoriga aka. Hop. Bo'g'injon, Pilisini aytib qo'yasiz endi. alla olaman deysa, buni o'zi bo'lsa 16,5 million so'mga beraman. 16,5. 16,5 million so'm. Bu birinchi danichi. Shani. Mana nima? Bu 300 ming pilis olar. 15 million 300. 15 million 300 ga olishsin. Qolganlarni kelishaverasizlar. Kelishamiz, lekin pachkani buzmay olib qo'yishsin. 7 tasini bir yerga olishsin. Pulim bor, yo mashinamni sotdim. Bir chorvaga timoqchiman degan akalarga mana variant tepasiga kelib ko'rsalangan bo'laverar akalar. Nuqsoni yo'q molda. Qo'tirimi yo juni bundaymi, dumi qishimi unaqa mol emas. Hammasi tanijoni sog'lom, butun mollar. Oxirgisimi? Ha, bu oxirgisi. Aha. Puli yengilrog'i. Oq quloq tumshuq. Hop, bo'ylari 1.5. 1.5. Kella boshlaman qarang. Bu ham bo'lar mol ekan. Kevishlar, xudo xolasa. Nega bu ajratib qo'ydingiz, lekin o'ta zo'r mol ekan. Narxi yengilroq ekan, yengilroq sotamiz. Aha. Kel. 10 million 500 berishsin, telefon qilishadi, xayriga mana qilib beraman. Aka, umuman so'raman. 10 million 500 ga 10 million 500 ga telefon qilishadi, chiroylab xayriga mana qilib beraman. Biru nechi dedingiz? Biru 5 ga olishsin. Aka, men xolis kommentariyani yozib ketinglar. Mana shu mol 10 million 500 ga savdosi bor deyaptilar. Arzonmi, qimmatmi aka? Xudo xolasa darim bo'ldi. Olib boqsin. Aka 8 ta qilib olsa-chi mana. Buni ham qo'shsin. 8 ta qilib olishsin, chiroylab bomba qilib beraman. Uni kelishtirib berasiz. Kelishtirib beramiz. Aka, men siz savdoyingizga aka. Xudo xolasa shunday sifatda, tanlovda akalar adashmang. Sizlarga biz faqat yaxshisini zo'rini elenamiz. Mana 3 tasini ham akalar ko'rsatdik. Aha. Super ham qo'ydik, rosa negativ yozishdi-da. To'g'ri aka. Negativ yozayotganlar bozorga chiqib, mana shunaqa sifatdan mollarni so'rab ko'rsin, necha pul ber ekan. Ana shundan bori 5 million kam aytmayotgan bo'lsam, keyin yozsin. Buni kim boqsa-ki, kimni qo'lida bo'lsa ham to'g'risini aytsa, sotaman degan payt xaridor keladi-yu. Hech ham dehqondan buni arzonga bergisi kelmaydi-da buni. Bu o'zi hamma biladi. Prosta negativ yozib qo'yiladi. Boqsin, maza qilib boqishadi. Xudo xolasa, layklar bosib, qo'llab-quvvatlab qo'yinglar, xudo xolasa zo'r-zo'rlardan chiqaradi. Akalar, yil 12 oy bu yerda mol bo'ladi. Bu videoda 1 oydan keyin ko'rsangiz ham bemalol telefon nomer qo'yib qo'yamiz-ku, telefon qilaverasizlar. Akamizda aloqadamiz, telefon qilib har doim mol bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, hammani chorvasiga, umriga Alloh baraka bersin. Hammani xonadonida eng kamida bori bandi xunojillardan bir donadan bo'lsa.